So'x tumani hokimi Saidbahrom Saidmusayev tumandagi tashkilot va korxonalar rahbarlari bilan birga aholining muhim muammolari yuzasidan Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'ini binosida sayyor qabul o'tkazdi. Tadbir avvalida tuman hokimi so'z olib, mahalla yettiligi faoliyatiga alohida to'xtalib, o'tgan yil davomida mahallada amalga oshirilgan keng ko'lamli ishlar haqida ma'lumot berdi. Jumladan, to'y marosimlarini ixchamlashtirish, jinoyatchilikning oldini olish, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari va aholi murojaatlari bilan ishlash masalalariga to'xtalib o'tdi. Sayyor qabul jarayonida mahalla raisi Farg'ona viloyat kengashi deputati Subhonali Nishonov ham so'z olib, mahallada o'tgan yil davomida amalga oshirilgan ishlarga alohida to'xtaldi. Ichimlik suvi ta'minoti, elektr energiyasi ta'minotidagi muammolar, tabiiy gaz ta'minoti, mahalla obodonchiligi va boshqa ko'ning dolzarb muammolari bevosita davlatimiz rahbari e'tibori va xalqimizning islohotlaridagi faol ishtiroki ostida bo'layotganligini alohida qayd etdi. Amalga oshirilgan ishlarda bevosita ko'makdosh bo'lgan rahbarlar, tuman elektr tarmoqlari korxonasi, tuman gazlashtirish idorasi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi, mahalla uyushmasi So'x tumani bo'limi rahbariyatiga mahallaning tashakkurnomalari taqdim etildi. Mahallada faoliyat olib borayotgan Nuroniy Dodoyunus Yunusov bo'layotgan o'zgarishlarga har doim shukr qilib, shukrona bilan yashash har bir fuqaroning burchi ekanligini ta'kidlab, mahalla nuroniylar nomidan davlatimiz rahbariga bitilgan tashakkurnomani tuman hokimiga topshirdi. Mahalla faoli Lobarxon Aminova tomonidan ham shunday mazmundagi tashakkurnoma mahalla xotin-qizlari nomidan tuman hokimiga taqdim etildi. Hozir elektr bir marta so'nsa, nima bo'lsa, o'chirsa, ana elektrositlar kelib 5 minut tuzib ketyapti. Ishlar yaxshi bo'lyapti. Qadrlar yaxshi ishlayapti. Biz nuronlar shundan xursandki, mana mahallamizda mana ishlar juda ko'p bo'ldi. Endi aytish juda oson, qilish qiyin. Mana biz nuronlar bilan hamma birgalikda o'sha suvga keldik. Soat 9da kechki payt soat 11da o'sha turbani nima qilib keldik. Soat 11da chiqib bo'lmaydi. Qorong'ulik. Mana suv keldi. Hamma xursand bo'ldi. Shukr qilishimiz kerak. Bunda nima bo'ladi? Men o'tgan hafta Farg'onada edim, suv bo'lmadi. Sen bo'lmadi, qochib keldi bu yerga. Bir kecha turib. O'zlar yaxshi buni ishlar qilishmi? Bir yaxshi haqiqatan So'xda ishlar ketyapti. Sizga rahmat, hukum bu. Mana raislaringizda hammasi ishlayapti, idoralar ishlayapti. Nadaga bo'lsa hamma narsa ish bo'lyapti. Bunda shukr qilishimiz kerak biz. Shuning uchun bu nuronlar ana shu mana ko'rib hayotimiz yaxshi, hamma narsa bor. Bizda odamlar dediki, bir narsa yo'q. Bir narsa ertaga bo'ladi. Bo'lyapti ishlar. Nima bo'lmayapti? Mana bizning mahallamizda shuncha ishlar burada respublika bo'lmagan bir yerda. Hamma tamom bor. Asfalt bo'lyapti, hamma narsa bor, svet bor, hamma mana magazin kirsa hamma narsa bor. Ana shu biz sizlardan xursand bo'lib, hukum bu, ana shu minnatdorchiligimiz sizga, prezidentimizga, ana shu viloyat hukum Bozorovga ana shuni topshirdik. So'x tuman hokimimizning qabuli Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'inida bo'lib o'tdi. Albatta bundan mahalla aholi juda xursand bo'lishdi bunday e'tibordan. Muhtaram prezidentimizning shu mahalla yili deb nomlanganligi shu bejiz emas, albatta bu e'tibor yilning boshidan boshlandi. Tuman hokimlik boshchiligida shu mahallamizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi bilan shu mahalladoshlarimizni tanishtirdi. Bu mahalladoshlarimiz shu ziyoratgohlarimiz, shu ichki yo'llarimizni ta'mirlanishi, ichimlik suvlar bilan har bir xonadonga ichimlik suvlar kirib borishini aytilgandan shu juda ko'tarinki ruhda xalq bu qabulda ishtirok etishdi. Asosiy shu qabuldagi masalalar shu quvonarlisi shuki shu mahallaning o'zida amaljon hal bo'ldi. Qabul davomida barcha murojaatlar tegishli tartibda ro'yxatga olindi. Yechimi topilgan murojaatlar joyida hal etildi. Ayrim murojaatlar huquqiy maslahat va tushunchalar bilan qoniqtirildi. Muddat talab etiluvchi murojaatlar esa tegishli mutasaddilarga biriktirildi va nazoratga olindi.